Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa 20 soatlik kat yo'limiz bitdi. Kat yo'limizda ana общий ko'rinishi, oldidan ko'rinishi, kat yo'lda o'ng tomon ko'rinishi. Va mana chap tomonning ko'rinishi. Mana oldi eshigini ochamiz, omborga qarab ko'ramiz. Mana omborda terilgan turbalari 150 gacha turbasi bor. Mana bu yog'i omborida 600 kilogacha ko'mir sig'imga joyi bor. Bu tepadan yonadi. Mana bular havo deydi, bu nimalardan, teshiklardan havo chiqib deydi. Havoning tuneli bor tashqi tomonda, hozir aytaman. Mana ma'nosi havoning tuneli. Bu profillar havoning tuneli, buni mahkamlab chiqilgan. Mana bu yerga ulitka qo'yiladi. Mana yerga ulitka qo'yganda buni ichidan pudaydi. Shuni hisobidan alanga balandroq bo'ladi. Tepadan yonib tushadi kat yo'limiz, aqlli kat yo'l. Tepadan yonib tushgani hisobidan bu turbalarga birinchi alanga tegadi. Shuni hisobidan tezroq qizib, tezroq issiq suvni chiqarib yuboradi. Orqa tomonga o'tganda ikkita profildan profilga o'tadi. Ikkitadan kirib, ikkitadan chiqib, yana ikkitadan kirib ketib, yana ikkitadan chiqib morga o'tib ketadi. Общий hisobda 64 ta profil bor. 64 ta profilda atrofi 3 santimetrdan suv bo'ladi. Mana eshiklari suvli. Bu eshigi ham, tepadagi eshigi ham suvli bo'ladi. Mana xotka tomonlari, bu yoqda xotkasi. Mana dimoxod tomoni, dimoxodni tozalab tushirib yuborsa bo'ladi bu yerdan qoq. Dimoxod tozalashga ham qulaylik qilib qo'yilgan. Mana bunisi pastdan axlat olinadi. Dimo nimani uchun tozalaganda, xotkani uchun tozalaganda. Shunaqa gap. Xudo xolasa katta yo'limiz 550-600 kilo rasxod qilib, ichkari tomonda 15 gradusdan baland ushlaydi.